Mahr deganda bu o'yin qiladigan narsa emas. Mahr bu kelinning haqqi, qiyomatlik masala, hatto qiyomatda ham erdan so'raydigan narsa. Lekin o'zi hali mahr nimaligini tushunmaydi, taqvo nimaligini tushunmaydi. Mahrga nima xohlaysiz desa, nima deydi? O'li gelgvin degan bir narsa bor, mashina bor ekan. Shunaqani deyapti bittasi. Mana shunaqa berasan deyapti. Katta qimmat mashinalarda aytayapti. Men o'zim bitta nikohda guvoh bo'ldim. Hayratlandim. Bu qanaqa degan gap bu? Mahr o'zi nima bu? Mahr kuyov bola qodir bo'lganicha beriladi. Bizning diniy idora o'zi mahrning fatvosini berib turamiz, miqdorini. Uni eng minimali qanchaligini aytamiz. To'g'ri. Islomda yuqorisini chegarasi yo'q. Bu degani endi xohlagancha qilib masxara qilsin degani emas-da. Ha, xo'p deb qo'ysa, u kuyovning gardaniga tushib qoladi. Shuning uchun mahr masalasida ham ehtiyot bo'lib qilishlik kerak. Ammo men bir nikohga guvoh bo'ldim. Juda bir ziyolik insonlar ekan. Kuyov bola bilan kelinni nikoh qilib, men kelindan so'radimki, qizim, mahrga nima xohlaysiz degandim. Kuyov bolani bir necha minglik kutubxonasi bor ekan, shu kutubxonasini mahr bersa menga dedi. Qarang, kitob so'radi. Ma'rifatli qiz ekan. Men xursand bo'ldim. Men aytdim, hech bunaqa narsani hayotimda kelindim mahriga kitob so'raganini ko'rmaganman. Kuyov bolaga aytdim, rostdan ham sizning shunaqa kutubxonangiz bormi desam, ha, mana bir 2000 ga yaqin kitobim bor. Shu kitobingizni mahr qilib so'rayaptilar. Bo'ldi, berdim dedi, mahrga kitobini berdi. Qarang. Mana bu haqiqiy muslima qizni so'raydigan mahrida go'zal tarbiya ko'rgan ekan. Alloh ularni baxtli qilsin, saodatli qilsin.